Uylanganimdan keyin quvvatim kamayib ketsa bo'ladimi? What? Sal harakat qilib qo'ysam, tezda hansirab, holsizlanib, madorim yo'qolib boryapti. O'zi hamma uylanganlarda shunaqa bo'ladi shekilli, a? Kommentga yozib yuboringlar. Pista bodom chaqsam ham, qazi qarta yesam ham hech ham foydasi bo'lmayapti boru. Mendan oldin uylangan birinchisiga qo'chqorday o'g'il ko'rgan akalardan maslahat olsam, "Ukajonim, hozir bularda ichi yo'q. O'zbekiston bozoriga yangi brend Janob Semishga kirib keldi." Xitoy texnologiyalari asosida O'zbekistonga tonna olib kirilib, shu yerda qovurilib, qadoqlanib 2 xil tamda, tuzli tuzsiz donalari katta-katta, mag'zi butun, eng asosiysi kuymagan changi yo'q. Har bir mag'zida quvvat koni. O'zim ham Janob Semishkadan uyga pachkalab olib kelib olib, tunu kun faqat shu Janob Semishkadan chaqyapmiz boru. Menga ishonmasangiz, o'zingiz ham bir marta olib chaqib ko'ring, mazasi og'zida qoladi, ishonavering. Ushbu videoni Semishka jonidili bo'lgan do'stiga yuborib qo'ying. Yangi ta'mni bir tatib ko'rsin. Dilerlarni hamkorlikka chaqirib qolamiz murojaat uchun. Damn baby, all I need is a little bit.